Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan, o'quv markaziga xonalar qo'shishni ko'rib chiqamiz. Demak, xona qo'shish uchun biz, sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Sozlamalar bo'limidan, xonalarni tanlaymiz va, a xona qo'shish, mana bu xona qo'shishga bosamiz. Demak, biz xona qo'shganimizdan keyin, shu xonalarga guruhlar ochsak bo'ladi va, a, bizdagi o'sha xonada bor guruhlar va unda bo'ladigan, dars jadvallari, ko'rinib turadi. Demak, yangi xona yaratish uchun biz, demak, xonani nomini kiritishimiz kerak. Misol uchun, birinchi xona deb kiritishim mumkin. Demak, birinchi xona deb kiritishim mumkin yoki, ba'zi bir o'quv markazlarida xonalari nomi bo'ladi. Misol uchun, shaharlari nomi. Aaa, misol uchun, biz o'quv markazida Liverpool degan xona bor. Demak, xonani nomi Liverpool. Xonani sig'imi, demak, bizda hozircha 15 ta. Demak, uzog'i 15 ta bola ketadi. Demak, keyinchalik guruh yaratayotganingizda ham, demak, guruhingizda faqatgina eng, ko'pida 15 ta bola bo'lishi kerak. Demak, qavat bu ikkinchi qavatda, joylashgan. Ikkinchi qavatda joylashgan. Hop, mana xonamiz qo'shildi. Hop, demak, bu yerda ko'rinyapti xonamiz. Demak, xonamiz sig'imi 15 ta, ikkinchi qavatda joylashgan. Hozircha bu xonaga, guruh biriktirilmagan. Demak, xona qo'shish shu.